Ayollarning namozi bilan erlarning namozidagi farq. Savol. Assalomu alaykum. Ayollarning namozi bilan erlarning namozidagi farqni aniq aytib bersanglar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namozda o'ri turish, qo'lini qayerga qo'yish, rukuga berish, sajda qilish va tashahhudda o'ltirish qatorliq namoz faoliyatlarida er bilan ayol kishining namozi o'ttirisida asosan farq yo'q. Malik ibn al-Huvayris radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga mundaq degan: "Mening qandoq namoz o'qiganligimni ko'rgan bo'lsanglar, shundoq o'qinglar." Bu buyruqni olimlar er bilan ayolga o'xshash qaratilgan degan. Hamda ayollarning badan ahvoli boshqalarning diqqatini tortish jihatdan erlarga o'xshamaydigan bo'lg'achqa, yot er kishi yo'q chog'da er kishiga o'xshash o'qiydi. Yot er kishi bor joyda, masalan, jami, masjid, bog'cha, ommaviy so'rin yoki uy qatorliq yot erlar bor joylarda namoz o'qig'inida mumkin qadar jismining ba'zi joylari alohida ko'zga chiliqib qolmaydigan, boshqalarning diqqatini tortmaydigan shaklda o'qishi lozim. Bu islom shariatining fitnadan saqlanish, ayollarni asrash va mo'minlar jamiyatini pok tutishdan iborat umum maqsad nishonlariga, umum qoidalariga uyg'undir. Bu vaqtda ba'zi hadislar rivoyat qilingan bo'lsa-mu, farq bor deydigan bu hadislar zaif bo'lg'achqa, farqni isbotlashda put tirab turolmaydi. Biroq sahoba va tabiinlardan ayollarning o'ltirish va sajda qilish faoliyatlarida erga o'xshash o'ltirish haqida-mu, erga o'xshamaydigan holatda o'ltirish haqida-mu rivoyatlar kelgan. Masalan, farqlantirgan rivoyatlardan tuvandiqlar bor. Yazid ibn Abi Habib rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan ikki ayolning yonidan o'tib, ularga mundaq degan: "Sajda qilganinglarda badanning bir qismini yerga chaplanglar, chunki ayol buningga er kishidek emas." Va'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga mundaq degan: "Ey Va'il, namoz o'qig'iningda ikki qo'lingni ikki quloqning udulida qilgin. Ayol kishi ikki qo'lini ikki ko'ksining udulida qiladi." Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: "Ayol kishi sajda qilganida ikki yo'tsini chaplasin." Ali radhiyallohu anhu yana mundaq degan: "Ayol kishi sajda qilganida tugilib olsin, ikki yo'tsini qo'rsqog'iga chaplasin." Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan ayol kishining namozi haqida so'ralganda u badanini yig'ib tugiludi degan. Tabiinlardan Ibrohim Naxai mundaq degan: "Ayol kishi sag'risi ko'tarilib qolmaslik uchun sajda qilganida qo'rsqini ikki yo'tsiga chaplashqa, er kishidek ikki qo'ltiqini kerib turmaslikqa buyurilgan." Ata ayol kishi namozda ikki qo'lini qandoq ko'tardi deb so'ralganda, ikki ko'ksining udulida degan. Hammad Hafsa binti Sirin qatorliqlardanmi shundoq rivoyat kelgan. Abdurrahman ibn Qosim rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha namozda ikki yo'tsini bir-biriga chaplab, ikki putining ustida o'ltiradi. Ba'zida chaza quribmi o'ltiradi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ayollarni 2 rakat va 4 rakatdan keyingi o'ltirishda chaza qurib o'ltirishga buyurgan. Nafi rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar radhiyallohu anhumaning ayollari chaza qurib o'ltirib namoz o'qiydi. Yana bir tarafdan rivoyat qilindi-ki, Umar radhiyallohu anhuning ayoli Safiya binti Abi Ubayd radhiyallohu anha namozda chaza qurib o'ltiradi. Ummu Darda radhiyallohu anha namozida er kishining o'ltirishidek o'ltiradi. U olim ayol edi. Buni Karmani mundaq rivoyat qilgan: Ummu Darda radhiyallohu anha namozida er kishining o'ltirishidek o'ltiradi. Faqatla so'l tarafiga moyil bo'ladi. U olim ayol edi. Tabiinlardan Xolid ibn Lajlaj mundaq degan: Ayollar namozda o'ltirganida erlarga o'xshash pallikida o'ltirmay, chaza qurib o'ltirishga buyuriladi. Bu ayolning biror yeri ko'zga chiliqib ko'rinib qolishidan saqlanish uchundir. Peshqadam mujtahid imomlardan Imom Shafi'i rahmatullohi alayh mundaq deydi: Namoz faoliyatlarida ayol kishi bilan er kishining o'ttirisida farq yo'q. Faqatla a'zolarni bir-biriga yig'ib turishi, sajda qilganida qo'rsqini ikki yo'tsiga chaplab, o'zini eng yaxshi yo'gab turishi mustahab. Rukudimi va boshqa barliq namoz faoliyatlaridami shundoq tariqada qilishni yaxshi ko'raman. Yana qiliroq ko'ylak kiyishi, badani ma'lum bo'lib qolmaslik uchun kiyimini badaniga chaplab olmay turishi, ruku va sajdaga borganda kiyimini badaniga yepishtirib olmay turishi, ovozini past tutishi, agar namozda tanbih beradigan biror ahvol yuz berib qolsa, ovoz bilan emas, chavoq chalish orqali berishi mustahabdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tasbih aytish erlar uchun, chavoq chalish ayollar uchundir degan. Yuqorqilarning hammasi yot erlar ko'rib turadigan joyda namoz o'qigan ahvolda shundoq bo'lishi kerak. Ammo yot erlar yo'q joy bo'lsa, fitna bo'lmaganlik uchun erga o'xshash o'qiydi deyish mumkin.
Bular namazning asosli arkan vajibatlaridagi farq bo'lmasdan kayfiyat va shakl jihatdagi farqlardir. Sajdaga borganda, o'ltirganda ayollarning tabiatiga qarab azroq farq bo'lishi yuqorqi sahih hadisning umumiga zid kelmaydi. Shunga ayollarning tabiati sababidan ayol kishi bilan er kishining namoz o'qish usulida yana ba'zi farqlar bor. Masalan, birinchi, ayol kishi er kishiga imom bo'la olmaydi. Erlar safiga kirib, erlar bilan yan-muyan turib namoz o'qiy olmaydi. Ikkinchi, tasbih aytishning o'rniga chavak chaladi. Uchinchi, er kishining avrati kindikidan tizig'icha. Ayol kishining yuzi bilan alqinidan boshqa yer ochilib qolsa bo'lmaydi. Ba'zi olimlar putiga ruxsat qiladi. To'rtinchi, er kishi o'llik o'qiladigan namozlarni o'llik o'qiydi. Ayol kishi yat erlar bor yerda ichida o'qiydi. Beshinchi, ayollar yolg'iz yoki jamoat bo'lib namoz o'qiganida azan yoki takbir to'limaydi. Oltinchi, ayollarga sapning afzali eng kayni, erlarga eng oldi afzal. Yettinchi, ayollar jamoat bo'lib namoz o'qiganida imomi sapning oldiga chiqib turmay, sap orasida turdi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 88-numorliq fatvo.